100 kvadratli fundamentni qora saqishda gidroizolyatsiya qilganimiz arzonroq tushadimi yoki bitumli primerdanmi? Hozir buni ko'rib chiqamiz. Birinchi ish bozorga qora saqishni sotib olishga boramiz. Bozorda qora saqishning eng sifatlisi narxi 1 kilosi 6700-6800 so'm. Surishtirishimiz bo'yicha 100 kvadrat maydonni izolyatsiya qilish uchun taxminan bizga 100 kilogramm saqish kerak bo'ladi. Demak, faqat saqishning o'zi bizga 670 ming yoki 680 ming so'mga tushyapti. Endi bu saqishni obyektimizga olib borish uchun yuk mashina kerak bo'ladi va bu taxminan 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha aylanadi. Obyektimizga olib kelganimizdan keyin bizga bochka, o'tin yoki gaz kerak bo'ladi. Bitta ma'lumotni aytib o'taman. Bu saqishni eritish uchun bizga 3-4 soat vaqt kerak. Agar 3-4 soat gaz bilan eritadigan bo'lsak, taxminan 25 ming so'mlik gaz ketyapti. Lekin bizda o'tin borligi uchun o'tin bilan eritdik. Erigandan keyin birdaniga ishlatib bo'lmaydi, chunki juda issiq bo'ladi. Buni sovutish uchun esa bizga 4-5 soat vaqt kerak. Buni eritib tayyor holatga olib kelguncha taxminan 10 soat vaqtimiz ketyapti. Saqishni eritib bo'ldik, lekin bu hali tayyor bitum emas. Buni tayyor qilish uchun ma'lumot olishimizcha 100 kilogramm qora saqishga taxminan 5-6 litr benzin yoki solyarka qo'shiladi. Bu esa bizga 70 ming 80 ming so'mga aylanyapti. Qora saqish erigan, tayyor bitum holatga kelguncha sizga mana bunday narsalar kerak bo'ladi. Endi esa zamonaviy Neft Gazprom tayyor bitum primer mahsulotini olaylik. Bir chelakda 18-19 kilogramm mahsulot bo'ladi va bu bizga qalin surtilganda 50 metr kvadratdan 60 metr kvadrat joyga yetadi. 100 kvadrat joyni gidroizolyatsiya qilish uchun bizga atiga 2 dona Neft Gazprom bitum primer kerak bo'ladi. Bir donasining narxi atiga 230 ming so'm. Buni ishlatish juda oson. Qopqog'ini ochasiz va ishni boshlayverasiz. Tayyor bitum primer mahsuloti bilan hech narsa eritmaysiz. Solyarka yoki gaz yoki benzinga hojat yo'q. Ortiqcha sovutish uchun vaqt ham ketmaydi. Va eng muhimi, inson sog'lig'iga zararli tutunlar chiqmaydi. Ko'rib turganingizdek, biz arzon deb o'ylagan usul aslida qimmatga tushdi. Qora saqishga vaqt, ko'proq ishchi kuchi va katta xarajat ketdi. Ammo Neft Gazprom brendi ostidagi bitum primer va bitum mastikasi bizga 100 metr kvadrat uchun atiga 460 ming so'mga tushdi. Biz naqddan ham, vaqtdan ham yutdik. Lekin sifat qora saqishdan ko'ra ancha yaxshi. Chunki Neft Gazprom ishlab chiqarayotgan mahsulotlar xalqaro standartlarga va xalqaro sertifikatlarga ega. Agar sizga vaqt, sifat, kafolat kerak bo'lsa, Neft Gazprom mahsulotlarini tanlang. Biz ishlab chiqaruvchimiz va sizga O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga to'g'ridan to'g'ri zavoddan yetkazib beramiz. Hamkorlik uchun quyidagi raqamlar bilan bog'laning.